Kubogining nimchorak final bosqichidagi Plymouth Argaylga qarshi uchrashuvdagi g'alabadan keyin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Pep, bugungi g'alaba bilan tabriklayman. O'yin haqida umumiy fikrlaringiz qanday? Shuningdek, jamoangiz va raqib Plymouth haqida ham gapirsangiz. Men o'yinning qanchalik qiyin bo'lishini hech qachon oldindan oson deb hisoblamayman, ayniqsa raqib jamoa juda yaxshi tashkil etilgan bo'lsa. Plymouth ajoyib jamoa. Ularning Liverpoolga qarshi qanday o'yin ko'rsatganlari meni ajablantirmadi. Ular bilan raqobat qilish oson emas, chunki ular himoyada juda yumshoqlik bilan o'ynashadi. Ammo men bizning jamoamiz ham ko'p yaxshi ishlarni amalga oshira olganligini qayd etishim kerak. Qadam-ba-qadam biz yanada yaxshilanayotganimizni his qilmoqdaman. Juda ko'p ijobiy jihatlarni ko'rmoqdaman. Jek ajoyib o'ynadi. Vitor ham yaxshi harakat qildi. Qolganlar, Niko ham sabr bilan to'pni nazorat qildi. Chunki shoshqaloqlik qilsak, ular qarshi hujum uyushtirishlari mumkin edi. Lekin shunga qaramay, qancha imkoniyat va zarbalar bo'lganini bilmayman. Balki gol uchun to'g'ri zarbalar unchalik ko'p bo'lmagandir. Lekin bu to'pni o'zimiz xohlagandek boshqarish ham qiyin. Ba'zan to'p o'z istagan tomonga uchib ketadi. Biroq jamoamizning o'yinidan juda mamnunman. Ketma-ket necha yillardan beri chorak finalga chiqayotganimizni ko'rib xursandman. Endi esa ertaga qur'ani kutamiz. Bu kubok siz uchun hozirgi mavsumda qanchalik muhim? Necha marta siz go'yoki o'tgan mavsum bo'lmagandek gapirmoqdasiz. Biz ketma-ket necha marta chorak finalga chiqdik? Yarim finalchi 4, 5, 6 marta ketma-ket. Aniq bilmayman, lekin taxminan shunday. Bu shuni anglatadiki, har doim bu musobaqa biz uchun muhim bo'lgan. Har doim har bir musobaqa muhim. Lekin ayniqsa bu mavsumda biz ikkita musobaqada yaxshi natija ko'rsata olmadik. Bu haqiqat. Lekin albatta Premier Ligada bizni yana 11 ta finalga teng o'yinimiz bor. Bu orqali kelasi mavsum Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritamiz. Angliya Kubogida esa qur'ani kutamiz. Bizda hali Wembleyga yana bir o'yinga borish imkoniyati bor. Pep, Niko O'Rayli haqida fikr bildira olasizmi? U yanvar oyida jamoani tark etishi mumkin edi, lekin siz uni saqlab qolishga qaror qildingiz va u bu mavsumda Angliya Kubogidan zavq olayotgandek ko'rinmoqda. Ba'zan yaxshi qarorlar ham qabul qilasan. Aks holda u bugungi ikkita golni urmagan bo'lardi. U akademiya futbolchilariga unchalik xos emas. Ko'pchilik akademiya futbolchilari mayda texnika bilan ajralib turadi, lekin u jismonan juda kuchli. Asosan u hujumkor yarim himoyachi, o'nlik sifatida o'ynaydi. Jarima maydoniga yaxshi kirib boradi va gol urish xislatiga ham ega. Ammo jamoamizdagi muammolar tufayli u qanot himoyasiga moslashib oldi. Markaziy yarim himoyada ham o'ynamoqda. Shuningdek, u standart holatlardagi ustunligimizni oshirdi. Chunki biz unchalik baland bo'yli jamoa emasmiz, lekin u bu borada bizga yordam bermoqda. U to'p bilan ham, to'psiz ham ajoyib o'yin ko'rsatdi va ikkita fantastik gol urdi. Ben avvalroq aytganidek, agarda siz bu turnirda yutib chiqsangiz, bu qiyin mavsumda erishilgan natija siz uchun oldingi yutuqlaringiz kabi muhim bo'ladimi? Yo'q. Treble yoki kvadruple yutish yaxshiroq. Ammo shunga qaramasdan, bu mavsum qiyin bo'ldi. Biz uchun yetarlicha yaxshi bo'lmadi. Bu haqiqat. Lekin natijamiz keyinchalik qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizning mavsum yomon o'tgan degan fikr o'zgarmaydi.